Aka ukalar, like ayamanglar, obuna bo'lmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa men sizlarni hozir pomidor bodring narxlarini tanishtirib o'tib ketaman. Bugun 5-may sanasi bu. Aka ukalar, mana pomidorlarni mana alamena sortidan 16 ming so'mmi mana? 16 ming so'mdan kattalari, mana srednisi qanchadi? 13 ming srednilari. Mana 5-may sanasi bilan bugungi narx shunaqa aka ukalar. Qashqadaryo Qarshi Qo'rg'on bozorida. Bu qanchadi? 6 ming. Maydalari 6 ming so'mdan mana. Kelaverasizlar. Orzu bodringchi 8 ming so'm bo'lib qoldi. Mana 7,5 naq berib olibdim. Kelaverasizlar. Qanchadan bo'lyapti? 14 ming so'm. Bunisichi? 13 mingdanmi? Orzu bodring qancha? 8 ming so'mdan. Bodringlar narxi tushibdi. Bu qanchadan? 14 ming. Alaminami bu? Kelaverasizlar mana Yer Qo'rg'on bozori aka ukalar. Aka qancha bo'lyapti bu? 15 ming. 15 ming so'm. Bu qancha mana bu? Bu ham 15 ming. Bu ham 15 ming so'm. Birinchi sortmi mana bu? Hammasi birinchi sort. Zo'r ekan. Nima sort attiyami? Attiya mana aka ukalar, kelaverasizlar Yer Qo'rg'on bozori. Bodring qancha bo'lyapti? Bodring 8 ming. Orzu ha, bu orzu bodring 8 ming so'm. Pomidorlar qancha bo'lyapti? 15 ming, 12 ming. Bu 15 mingdan ha bu. Buchi? Mana bitta. Orzu qancha? Bodring 8 mingmi? 8,5 ming so'm. Keladi. Bu gallan ha bu. Gallan 7,5 ming so'm mana. Yer Qo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Bu hotdoglikmi? Hotdogli pomidor qanchadi? 11,5 ming so'm hotdogli pomidor. Kelaverasizlar ukalar. Qancha bo'lyapti? 8,5 ming. 8,5 ming so'm. Pomidorlarchi? 13 ming. Orzuchi? Orzu. Ha, 8,5 ming so'm. Mana kelaverasizlar. Ha, bu bilan bir xil aka. Kelaverasizlar Yer Qo'rg'on bozori. Tog'a, assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti? Bular 9 ming. 9 ming. Bunisi 9 ming so'm. Bular 8,5 Bunisi 8 ming so'm. Orzuni 2 xil sortidan bor ekan aka. Bular 8 ming. Bular 8 ming so'm mana. Kelaverasizlar aka, Yer Qo'rg'on bozoriga. Pomidor hotdoglimi? Ha, bular. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hotdog qanchalik hotdogli ha bu? Bular 6 ming so'm berdi. 6 ming so'm. Buchi? Bunisi 10 ming so'm aka. Bunisi 10 ming so'm. Ha, hotdogchilar kelaverasizlar xudo xolasa. Bu qancha bo'ladi? Alamin ha bu? Kamoda degan. Kamodanmi bu? Qanchadi? 15,5 ming. 15,5 ming so'm. Katta pomidorchi? Bomban aka 13 ming so'm berdi. Buni 13 ming so'm ha, bu ham Havo emasda aka ichida. havo emasda go'shtli chiqadimi? Chiqamasda. Yer Qo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Bulardanmi? Aka hormang. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'lyapti? Orzu bodringlar. Orzu bodring 9 ming. 9 ming so'm. Yangi terilganlari. Svej, ha? Kecha terilganlari bor 8 ming. 8 ming so'm. 7 ming. 7 ming. Bularichi? Bular qarang. Pomidorlar. 17, 16. Ana rochi. 17, 16 ming, 15 ming. Sredni 15 kerak. Sredni 15 ming so'm ekan aka. Ukalar mana bosib bergan halta. Yer Qo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Aka ukalar mana optim olmachi akalarimiz oldiga keldi. Aka hormang. Assalomu alaykum. Mana Grand Smert. Zo'ri mana xudo xolasa. Mudarchasida qancha bo'lyapti o'zi aka bular? 15 ta. Kilosi 15 ming bo'lib qoldi. Ha, 5-may sanasi bilan bugun shunday. Qidirib yurasiz. Tushdimi narxi? Tushibdi managa. Pinkileyda olmamiz Grand Smert. Managa 15 mingdan ekan. Bular 15 ming chiqadi. 15 ming. Aksiya qilganmiz. Mana bu ham 15 ming qilganmiz. Buchi? Bular 14,5 ming beramiz. 14,5 ming. Mana bular 13,5 ming. 13,5 ming so'm. Giloschi? Ha, boshqaniki. Faqat olmachi bizada endi. Ha, olmachi. Mana bu Mana mevalarni qaranglar, vaqti bir-biridan go'zal qo'yilgan, terib qo'yilgan aka ukalar. Mana bugun 5-may sanasi bilan narxlar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Qancha bo'lyapti? Kiribsan 13 mingdan ha? Kiribsan 13 ming ha? Semerankachi? Apelsin. Semeranka 15 mingizmi?
15 ming, apelsin 12 ming qilib berar ekanlar, xudo xolasa. Mandarinlar donaksizi qaranglar, вообще zo'r, sifati zo'r. Mandarin qancha aka? Mandarin 13 ming aka ukalar. Bunisi hammi? Ha. 230 ming so'm bir korobkasi, bu 220 ming so'm, ha? Kelaverasizlar akalar, Yerqo'rg'on bozori, oxirgi darvozadan, orqa darvozadan kirib kelasizlar. Akalarimiz oldi. Nok qancha aka? 11 mingdan chiqamiz. 10 kilolik chog'i? 10 kilolik. Buchagi saltanat 220 ming so'm aka ukalar. Bu olmani вообще udariki. Nokka chatishgan, ha? Kilo qanchadan tushadi bu? Mana saltanat olmalarni qaranglar, вообще udar. Kilosi 18 ming tushar ekan, bu nokni o'ylabman, o'zi nokka o'xshab ketgan, nokka chatishtirilgan ekan. Yo, behiya chatishtirgan. Nokka bo'lsa kerak, chista nokka o'xshab turibdi. Aka, golden qancha? 23 ming so'm. Moldovan, ha? Golden o'xshaydi, golden adashimmi? Aka, gilos qancha? Kilosi zo'ri 40 ming so'm. Mana o'rikli ham bor ekan. Kivi qancha? Limonlarchi? Bu 30 ming so'm, mesli limon 45 ming so'm. Bu Xitoynikimi? Eron, ha bu? Kelaverasizlar. O'riklar qancha aka? 15 mingdan olgan, ha, kilosi. Kelaverasizlar aka ukalar. Xohlaganlarsa topiladi, xudo xolasa. Nech pul qilib beryapsiz aka mana? 30 mingdan, ha aka. Uzumlasizlarmi aka? Qancha bo'lyapti? 15 ming so'm toypa, ha, sorti. Toypa sorti aka ukalar, Yerqo'rg'on bozoriga uzum kerak bo'lsa kelaverasizlar. Mana arzon shtog'an oldi. Arzon shtog'an, assalomu alaykum. Yaxshi, qancha bo'lyapti? Inkileda 15 ming so'm. Gransi nechi? 17 dan. Realni, ha, bugun 5-may kelaverasizlar. Giloslar 25 ming. Giloslar 25 mingdan. Qulupnaylarchi? 25, boya 40 qachon? 25 mingdan. Bu Toshkentnikimi? Ha, bu Toshkentlik. Mesni, ha bu? Ha, bu katta qo'rg'onniki. Katta qo'rg'onniki. Ha, aka ukalar, qulupnoyni zo'rlari mana, вообще udar. Zo'r, chiroyli chiqqanlari. 50 ming so'mdan sizmi aka? 50 ming so'mdan mana aka, bular 50 ming so'm. Apelsinlarchi? 20 mingdan. Mandarinlarchi? Noklarsiz qancha chiqadi noklar? Ular qanchadan? 18 ming so'mdan. Bu limon nesni, ha? 53 mingdan. Bularchagi Semerenka qanchadi? 17 mingdan. Goldenlarizchi? 18 mingdan mana aka uka. Noklar ham zo'r svejiy ekan, ha? Qancha qilib berasiz buni? 17 mingdan. Mana kivichi? 30-28 aka. Mana bu olma qanchadi? Saltanat olmas 20 ming so'm ekan. Kelaverasizlar aka ukalar. Yerqo'rg'on bozoriga shunaqa bugun kuni. Mana aka ukalar, shampanskiy nomi bularni giloslar 35 mingdan nimaga? 35 mingdan 5-may sanasi bilan Qashqadaryo Qarshi Yerqo'rg'on bozoriga. Kelaverasizlar aka ukalar. Giloslar qancha bo'lyapti? 28 mingdan 30 mingdan. 30 mingdan bo'lyapti ekan, kelaverasizlar aka ukalar. Nimalarchi qulupnaylar? Qulupnaylar 30 ming, ko'proq katta ob'yemga olsa 28 mingdan qilib berasiz. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasiz. Qancha bo'lyapti bular? 30 ming so'mdan aka ukalar mana. Shampanskiy, hopsi zo'r. Sifati zo'r mana. Mana kiloga ham qulupnaylarchi 25 mingdan. 25 mingdan kelaverasizlar aka ukalar. 5-may sanasi bugun shunaqa mana. 30 ming so'mdan mana aka shampanskiy. Kelaverasizlar aka ukalar. 32 mingdan mana. 15 oygacha qilib beradi. 15 oygacha. Aka qancha qilib beryapsiz? Nechta qilib berasiz? 25 ming so'm qilib beryapti aka. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar aka ukalar. Aka qancha qilib beryapsiz? O'riklarni 20 mingdan qilib beryaptilar. Kelaverasizlar. Aka ukalar, qaranglar, e'tibor beringlar. Qanchadan bo'lyapti aka? 20 mingdan bo'lib qoldi mana. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar aka ukalar. Aka kartoshka qanchadi? Kartoshkalar
6800, 7000 6800 so'm, 7000 sotib 6800 qilib berasiz. Yerqo'rg'on bozori kelaverasizlar. Katta kartoshka. Aka qanchadan bo'lyapti? Kartoshkalar 7000. 7000 so'm ha? Kelaverasizlar mana. Srednilar qanchadan ekan? Aka qanchadan bo'lyapti? Assalomu alaykum. 7000 so'm ha aka? 5-may sanasida 7000 so'm. Srednilar qancha bo'lyapti aka? 5,5 mingdan ha? Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. 5,5 ming so'mdan. Qancha bo'lyapti aka yangi piyozni? Ha mana sredniy piyoz aka 1000 so'mdan. Kattalari 1200 dan chiqaveradi ha. Kelaverasizlar aka-ukalar, mana srednilari 1000 so'mdan 1,5 minggacha piyoz narxi ko'tarilgan aka-ukalar. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar ham. Xudo xolasa katta ob'yomga ham topib beradi. Yangi kartoshka ham bor? Yangi kartoshka ham. Qanchadan bo'lyapti? 6800 so'mdan bo'ldi yangi kartoshkalar aka-ukalar. Eskilaricha 5,5. Bugungi narx 5,5, 5-may sanasi bilan aka-ukalar mana. 5,5 ming so'mdan. Aka-ukalar mana kattalari 1300 so'mdan, maydalari 1200 so'm, 1100 so'm qilib beraveradilar xudo xolasa. Mana razmerni qaranglar mana. Kattaligini olib katta piyozlar 1300 so'mdan yangi piyozlar. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Yangi kartoshka narxlari aka-ukalar mana 5-may sanasi bilan 7,5 ming so'm qizil kartoshkalar mana. Kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozoriga mana. Aka yangi kartoshkalar oz qolibdi. Nech pul bo'lyapti? Piyozchi? Mana oq kartoshkalar 7000 so'm mana aka. Yangi piyozlar 1200 so'm, 1300 so'm bo'ldi aka-ukalar. Yangi piyozlar ko'tarildi.